Assalomu alaykum aziz obunachilar. O'zimning uyim, yashaydigan uyim. Risalarni qishda sortagini qilgandim. O'tda ustimni ko'pchilik yozdi. Nozli ustim ko'p qo'yibsizlar deb 76 kilo turbo qo'yib yubordim. 76 kilo tepasidan rim kolonna quydik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Chiroyliligini, vidini do'stlarga xabar berasizlar. Bu tepaga endi e'tibor bermaysizlar, tunika qo'yib qo'yganman. Misilcha uy quvibdi. Misilchani ham miyasi yo'q qush. Qatga nima bo'lsa, joy qilib tuxum qo'yib olaveradi. Kimga shunaqa rim kolonna qolib kerak bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Ancha arzon. 4 metri bir kuniga 200 ming. O'zlaring olib ketib qo'ysalaring. Ancha arzon. Bemalol telefon qilishlaring mumkin, pastda nomerlar qoldiramiz. O'zim uyimga qilganman mana. Endi netga zonaga kivi ko'chati ekitay. Quvadan kelib 2 yoshligini uzumlar ekib qo'ydik, mayda-mayda uzumlarni. Bu yerda ham kivi ko'chat bor, mana bag'da to'rtta kivi ko'chat. Kivi ko'chatni donasini 80 mingdan olib kelib ekdik. Qiziqadiganlar bo'lsa, kivi ko'chatning ham nomeri bor. Pishilib qoldirsalaring, nomerini, dichklarini yozib yuboraman.